Agar biz dunyo moliga uchganimizda va mansablar ortidan quvganimizda, bugungi kunning 90% odamlarga o'xshab, nomard, vijdonsiz, iymonsiz, behayo va besamo bo'lib ketgan bo'lardik. Biz doim narigi tarafimizni o'ylab ish tutamiz. Aynan o'sha narigi taraf orzusi bizni qolipimizga solib turadi. Yo'qsa nimalar bo'lib ketmasdi deysiz. Lekin biz mayli shu hayotimizdan ham afsuslanmaymiz. Albatta vijdonimiz toza, ustunlik tarafimiz ham balki shu. Chunki bizning prinsiplarimizga faqat bitta dunyo kirmaydi. Biz faqat shu dunyoga bog'lanib qolmaganmiz. Nasib esa kelajakda saroblar ortidan quvib, shu dunyo bilan qo'shmazor bo'lib ketmaymiz. Nima ham derdik? Narigi tarafni yaratgan zotga ming shukrlar bo'lsin.